Bir kuni obunachi menga Telegram orqali Minecraftga tushadigan fayl tashlab berdi va uni qayerga yuklashimni ham o'rgatdi. Faylni kerakli joyga qo'shdim va o'yinga kirdim. O'yin boshlanishdanoq meni hayron qoldirdi. Qanday hayron qolganimni esa video davomida ko'rishingiz mumkin. Men yangi dunyo yaratib o'ynashni boshladim, ammo bu safar hammasi g'alati edi. Ya'ni o'yin tundan boshlangan edi. Umrimda birinchi bor. Men odatdagidek daraxt chopish bilan survivalni boshladim. Yaxshi do'stlar, mana bu yoqda qishloq bor ekan va bu juda ham yaxshi. Menimcha endi men o'zimga uy qurib o'tirmayman va o'sha yoqqa boraveraman, lekin atrofda moblar yo'qligi meni tashvishga sola boshladi. Qishloq juda ham yaxshi do'stlar, hamma joyida. Qishloqlar ham mana bu cho'chqa tomni nima qilyapti? Mayli do'stlar, bu yoqda esa tomorqa bor ekanman, pishganimni qilaman, o'zimga olaman. Shunday qilib qishloqni aylanib chiqishimga anchagina vaqt ketdi va birdaniga juda ham ajoyib ish sodir bo'ldi do'stlar. Bu nimasi bo'ldi? Hamma yorishib ketdi. Do'stlar, bu meni xavotirga solyapti. Hech qanaqa cheat kod yo boshqa narsa terganim yo'q do'stlar. Hamma tuman qandaydir chang pasmi yoki yo'q do'stlar, bu yoq nima bo'ldi endi? Hamma yorib bo'lib ketdi. Qanaqasiga bunday bo'ldigini? Tasodifiy kun o'zgarishi oddiy narsa ekanligini men hali payqamagan edim. Va oldinda bundan-da yomonroq ishlarni kutib turganini bilmasdim. Mana bu to'g'rida bir gap bor, u meni kuzatib yurganga o'xshayapti. Sam qo'limda don borligini payqab qoldim. Xo'sh, hammasi yaxshi. Qishloqlar esa har doimgidek to'ppoy bo'lib bir-bilan gaplashayotgandek yoki qandaydir qo'zg'alada yuribdi. Yo'q, mana uchoshxonaga yurib keldi. Mana qo'limda sabzi endi-ku kartoshkaga yurib kelyapti ular. Ajoyib, ajoyib. Da, bu versiyada ham o'sha ishlar mavjud. Do'stlar, hozir men o'zimga toshdan asqahalar yasab oldim va endi o'zimga qishloqdan birorta uy tanlasam yaxshi bo'ladi. Mana uy qanaqa ekan? Da, kengina uy ekan. Ularni esa bir chiqarib yuboramiz. Bora qol. Qochmayapsan? Davay o'ldirib yuboramiz unda. Da, bo'ldi. Let's go. Endi bu uy meniki. Endi hech qaysi birin kirib chiqishmay eshik ham ajoyib do'stlar. Bersak mana bu chekka qo'yib qo'yamiz. Все. Nima bo'la? Bu endi ikkinchisi bo'ldi. Yana uje birdaniga tushib ketdi. Bu yaxshi emas bolalar. Kimdir men bilan o'ynashyapti yoki bu fayl virusmikin? Obunachimiz video olishimizni iltimos qilganlar, shuning uchun ham endi obunachilarimizni hurmat qilgan holatda video olyapmiz bolalar. Agarda sizlar ham mana shunga o'xshagan har xil virusli fayllarni yoki modlarni bilsanglar, men Telegram kanalimga o'tib, lichkamni topib tashlab qo'ysanglar bo'ladi bolalar. Bu sokinlik bora-bora menga yoqmayapti, chunki har doim sokinlikdan nimadir chiqib kelgan. What the heck do'stlar? Hamma jitillar uyda kechasi bo'lgani uchun bu jitil bo'lsa, yo'q nima qilyapti? Hozir to'xtaylar, buni urmaslik kerak-da. Urmayman, urmoqchiman, lekin urmayman. Bu qayoqqa borar ekan? Kuzatish kerak uni orqasidan. Davay, kuzatish kerak bolalar. Nima? Qayoqqa qoldi hozir? Hozir ketayotgan doyda men tez qishloqqa qaytishim kerak bolalar. Orqasidan poylab borib, yo bu narsa degan narsalar kerak emas. Bu tiqilib qoldim. Jin o'lgur ketdi bolalar. Men uje cho'chishni boshladim. Tez uyga kirib olmasam, hozir nimadir bo'lishini ko'ylab sezyapman. Tez yugur. O'zim uyimga kirib olmasam bo'lmaydi. Yo peshina turqinga sani. Bolalar. Hozir ko'rdinglar, men ana jitilni poylab borayotgandim, ammo u yo'qolib qoldi. Bolalar, bu meni uje cho'chishni boshlayapti. Biz endi 2 kundan, kunga hisoblay olmadim, chunki har xil ko'raysizlar, kunlar o'zini-o'zi almashyapti bolalar. Shuning uchun bunga hisoblay olmadim. Bolalar, yana tasodifiy ravishda uzoqlashsakan, quyosh chiqishi bilan emas, tasodifiy ravishda tong otib qoldi. Mana bu lo'q bo'lsa hali ham meni uyimda turibdi. Mayli turaversin, basharing yo'raysani. Hamma tuman har doimgidek hech qanaqa o'zgarishlar yo'q do'stlar. Bu yoqda sabzlar o'sib qolibdi. Mana shularni oliy, hatto ovqat bo'ladi, menga foydasi bor.
Xo'sh bolalar, tomorqalarni ham olib oldim. Yo'q. Nima? Zerikmayapsanmi? Bolalar, endi bunisi lekin realniy ortiqcha. Bu Minecraft o'zi meni zeriktirishga boshlayapti. Zerikmayapsanmi? Zerikyapman. Sen o'yiningga vashi zerikyapman. Yoqmayapti umuman. Bunaqa qiliqlar. Qaydan bu narsalar paydo bo'lyapti? Tavba qildim bolalar. Bu qanaqa Minecraft?